Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozmandlari, Lutfulla Mola kanali yana sizlar uchun Piramoy dehqonni uyidan shved deganlar uchun maxsus video. Sog'inlarning eng qiziq joyi to'rttalasi ham butun qarang. Voh. Bolasini aytasizmi? Bolasi bo'ppali. Haqiqiy novvoscha mana. Urug'dan qochgan rossiyskiy parodadan qo'ygan ekanlar. O'zimizni chustimizni mashhur doktori, endi aytsam reklama bo'lib qoladi u doktor. O'sha kishi qochirib mana haqiqatda novoz tug'ibdi. Juda ham chiroyli, go'zal holatda. Sigirimiz 3-tug'ish. 10 litr deyaptilar, men aytdim 8 taga bering dedim. 10 litr, 12 litr sog'aman dedilar, men aytdim 8 ta sog'ing dedim. Mana qarang. 3-tug'ish bolasi novvosidan. Bolasi novvoz. So'skalarni aytasizmi? Bay. Shovullab chiqargan. Yumshoq. Juda ham qiziq joyida mana. Yoshini aytasiz mana tish. Tishlari katta, 8 yangi chiqargan. Mana bu tomonni ham ochib ko'rsatib yuboring, chekkalarni. Mana bo'ldi, hisob. Ko'rdingizmi? Tomoshabinlar. Mana shu joyga bitta like bilan podpiskani bosmasangiz, shu videomni ko'rganingiz uchun rozi emasman. Bori qarang. Shved mol, narxi juda ham go'zal holatda. Bolasi novvoz deganda mana. Pasportigacha joy kelsa tikalab beramiz. Doktorlarimiz o'zimiz ofitsialniy doktor. Qochirtirgan hammasi bo'ylab sog'inlari butun to'rttalasi ham. Mana. Juda orqasi mana juda ham chiroyli. Bah. Mana qarang. Kiyikka o'xshaydi o'zi ham bor turishlari. Buni qarang. Mana. Bo'yi 1.30 sm bu ham. 1.30. Kelishilgan orqalari hamma yog'i joy-joyida. Sog'inlarni aytmaysizmi? Narxi qiziqmi sizga? Ko'rdilaring, bo'yni aytdim. Narxi qiziqmi sizga? Narxini dehqon akamiz 30 million so'm deyaptilar. Men aytdim, "Hoy, o'zingizni bosing. Bizlar Lutfulla Mola kanalida o'tgan safar arzon qilib molingizni qo'yuvdik" deb aytdim. 20 kun oldin eslagan bo'lsalaring, ola sigir chiqaruvdik. Kanalimiz orqali sotib juda ham yaxshi, Xudoga shukr. Kommentariyalarda bomba so'zlarni yozibdilar. Yo'qda aka, gap yo'q deb. Qarang. Men 30 million so'm kam bor degan joylarda men sizlarga nima dedim aytaymi? Men bo'lsa shu to'ychoq sizniki bo'lsin deyman. Qarang. 28 desam, aka bo'ldi dedilar, yo'q dedim. Menga ma'qul 28 ga, lekin xaridorlarga ma'qul kelmasligi mumkin. 27 million so'm kami bor, ozmoz, lekin vodiy bo'yicha dastavkasini ham qilib berasiz dedim. Qarang. Mana shu to'ychoq qarang. Mashina o'zi puli bo'lib qoladi. Xudo xolasa, yana yil shunaqa paytda mashina o'zini nech pul aka deb so'rasa bozorda 35 yo 40 bering kam bor deb olasiz. Mana orqalari, mana idishlari. Mana sog'inlari to'rttalasi butun. Shunaqa yumshoq, bunaqa molni sog'ib ichgan odamning o'zi qadriga yetadi. 27 million so'm kam bor. Manzil Namangan viloyati Chust tumanida. Telefon raqamlar 93lik 130 52 97. Eslagan bo'lsalaring, 20 kun ola sigirlarni qo'ydik kanalimizga. Shunaqa talashib ketdi, sigir qo'yaverasizlar. Qaytaramiz telefon raqamlarini 93 kodi bilan 130 52 97. Telegram, WhatsApp barchasi mavjud. Tezda aloqaga chiqasizlar. Sizlarga arzon narxda topib qo'ydim. 27 million so'm kami bor. Novvosini aytasiz mana. Bay. Aytyapman, Xudo xolasi yana yil mashina o'zini 30 million so'mga sotasiz. Mana u onasi sizga tekinga qoladi, tekinga. Jonivor, tezda shoshilamiz.